14. pare. Sure Hicr. Bismillahirrahmanirrahim. Naydi şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Alif, Lam, Ra. Bu kitapның Roşan Kur'an'ның ayetleridir. Kapırlar kıyametning dəhşətini köygəndə, dünyadakı çağımızda musulman bolğan bolsaqçu deb arman qılıdı. Ey Muhammed, ularni, yani kufarlarni meyliga qo'yuvat. Yeb içib, oynab, külüp yursun. Ular behuda arzular bilan bo'laversin. Ular uzoq qolmay o'z qilmishlarining yomonligini biladi. Biz qandaq bir shaharni halok qilmayli, faqat uning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Har qandaq ummatning halok bo'ladigan vaqti ilgari surilmaydi. Ham kechiktirilmaydi. Ular aytdi: "Ey Qur'on nazlı qılınğan odam, sen haqiqatan majnunsan. Agar sen men Rasululloh degan so'zingda rostchilardan bo'lsang, payg'ambarligingga guvohlik beradigan farishtalarni oldimizga ib kelsangchu. Farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nozil qilishimiz muqarrar bo'lgan chog'da nozil qilamiz. Bu chog'da ularga muhlat berilmaydi. Yani ularning azobi kechiktirilmaydi. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Shubhisizki, seningdan ilgari burunqi har qaysi toifalarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ular o'zlariga payg'ambar kasla uni masxara qilishdi. Shundaq masxara qilishni biz gunohkorlarning dillariga solamiz. Ular Qur'onga ishonmaydi. Bu burundan odat bo'lib qolgan, ya'ni burundan tortib payg'ambarlarni inkor qilgan qavmlarni Allohning halok qilishi odat bo'lib kelayotgan ish. Biz ularga osmondan bir eshik ochib bergan. Ular uningdan osmonga o'rlab olamiy arvohni, farishtalarni ko'rgan taqdirdimi, ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi, balkim sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishidi. Biz osmonda burujlarni yaratdik va kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezidik. Har bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlariga o'g'irliqcha quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduz qo'g'lab yetidi. Ya'ni halok qildi. Yer yuzini yeyib kang qildik. Uningga tog'larni o'rnatdik. Yer yuzida har xil takshi o'lchamlik o'simliklarni o'stirdik. Yer yuzida sizlar uchun va sizlar rizqini berolmaydiganlar, ya'ni xodimlar va hayvonlar uchun turmush lozimatliklarini yaratdik. Ularning yemak ichmaklarini sizlar emas, biz yaratdimiz. Qandaq narsa bo'lmasin, uning xazinasi, ya'ni xazinaning ochquchi bizning dargohimizdadir. Biz uni faqat ma'lum miqdorda tushiramiz. Biz yomg'irni haydaydigan shamollarni avatdik. Biz bulutdan yomg'ir yog'dirib, sizlarni sug'adik. Sizlar hargiz uni saqlashga qodir emassizlar. Biz hammani tirildiramiz, hammani o'ldiramiz va hammaga varislik qilamiz. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va keyin keldiganlarni haqiqatan bilamiz. Parvardigoring haqiqatan hisob elish va jazolash uchun ularni yig'idi. Allah haqiqatan hikmat bilan ish qiluvchidir. Hammani bilguchidir. Shak shubhisizki, biz inson, ya'ni odam alayhissalomni qora loydan yosilib shaklga kirgizilgan. Cheksa jiringlaydigan quruq loydan yaratdik. Jinlar, ya'ni shaytonlar va ularning boshlig'i iblisni ilgari tutunsiz o't yolqindan yaratgan edi. Parvardigoring o'z vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qora loydan yosilib shaklga kirgizilgan, cheksa jiringlaydigan quruq loydan inson, ya'ni odam alayhissalomni yarataman. Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yaratib suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan chig'imda sizlar uningga sajda qilinglar
Farishtalarning birmi ayrılıb qalmay, hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar sajda qilishdan bosh tortdi. Allah: "Ey iblis, sen nimishqa sajda qilmaysan?" dedi. İblis: "Qaralaydan yasab shaklga kirgizib, cheksa jiringlaydigan, quruqlaydan yoritilgan inson mening sajda qilishimga loyiq emas", dedi. Allah aytdi: "Sen jannatdan yo'qol. Haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana qiyomat kunigacha haqiqatan la'nat bo'lsin." İblis: "Parvardigorim, menga xaloyiqlar tirildirdigan kun, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin, meni hayot qoldirgin", dedi. Allah: "Sana haqiqatan ma'lum vaqtgacha muhlat beriladi", dedi. İblis aytdi: "Parvardigorim, sen meni gumroh qilganliging uchun yer yuzida odam bolalariga gunohlarni albatta chiroyli ko'rsataman. Ularning hammasini albatta ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno, ya'ni ularni ozdirolmayman." Allah aytdi: "Bu men saqlashga tegishlik to'g'ri yo'ldir. Mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdirishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan sana ergashganlarga sening kuching yetadi. Shubhisizki do'zax ular, ya'ni iblis va uning tabalarining hammasiga va'da qilingan joydir. Jahannamning 7 darvozasi bo'lib, ularning har biridan kiradigan muayyan bir bo'dik odam bor. Taqvodorlar haqiqatan oxiratda yop-yeshil bog' bo'stonlardan suv, asal va may iqib turadigan buloqlardan bahramon bo'ladi. Ularga jannatga omon eson tinch kiringlar deyiladi. Ularning dillaridagi dushmanlikni chiqarib tashlaymiz. Ular o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarashib o'tirdi. Jannatda ularga charchash bo'lmaydi. Ular jannatdan chiqarib etilmaydi. Ey Muhammad, mening mo'min bandalarimga xabar qilginki, men to'limu mag'firat qilguvchiman, nihoyat rahim qilguvchiman. Mening azobim qattiqdir. Ularga İbrahimning mehmonlari haqidagi hikoyani aytib bergin. O'z vaqtida farishtalar İbrahimning yeniga kirib salom berdi. İbrahim: "Biz haqiqatan sizlardan qo'rqyapmiz", dedi. Ular: "Qo'rqmagin, biz Parvardigoringning elchilarimiz. Haqiqatan sana o'sib cho'ng bo'g'inida nihoyat bilimlik bo'ladigan bir o'g'il, ya'ni İshaq bilan xushxabar beramiz", dedi. İbrahim: "Men qiyrigan tursam, menga bola bilan xushxabar berdinglarmi? Menga nima bilan xushxabar beryapsizlar?" dedi. Ular: "Biz sana rost xushxabar berdik, noumid bo'lmagin", dedi. İbrahim: "Parvardigorining rahmatidan gumrohlardan boshqa kimmi noumid bo'lar?" dedi. İbrahim: "Ey elchilar, nemish bilan keldinglar?" dedi. Ular aytdi: "Biz haqiqatan gunohkor bir qavmni jazolash uchun avatildik. Faqat Lutning tavalarilar buningdan mustasno. Biz ular, ya'ni Lutning tavalari va uning oilasidagilarning hammasini azobdan cho'qim qutuldiramiz. Faqat Lutning xotinlar buningdan mustasno. Biz uning cho'qim boshqalar bilan birga azoblanadiganligini oldin bekitdik." Elchilar Lutning oilasiga kelgan chog'da Lut: "Sizlar haqiqatan notunish odamlar-ku", dedi. Ular aytdi: "Undaq emas. Biz Allohning elchilarimiz. Biz sening oldinga ular, ya'ni sening qavming shaklanayotgan azobni ep keldik. Biz sana haqiqatni ep keldik. Biz albatta so'zimizda rostchilmiz. Kechining oxirida
oilangdagilarni ilib yo'lga chiqqin. O'zing ularning orqasida mang'in. Sizlardan hech bir odam orqasiga qaramasin. Sizlar buyurilgan yerga yetguncha olg'a qarab mengayveringlar. Saharda bular, ya'ni Lutning qavmining yiltizi qurtiladi. Ya'ni tel-to'kis halok qilinadi degan hukmni Lutga vahiy qildik. Sadum shahrining aholisi, ya'ni Lutning qavmi xushal bo'lishib yetib kelishdi. Lut aytdi: "Bular mening mehminim. Ularga cheqilib qo'yib, ularning oldida meni rasvo qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Mehminimni xorlash orqali meni xorlamanglar. Ular biz seni kelgan musofirlarni himoya qilishdan to'simaganmidik?" dedi. Lut: "Bular mening qizlarim, ya'ni qavmimning qizlaridir. Agar qozoi shahvat qilmoqchi bo'lsanglar, ularni nikohlab elinglar", dedi. "Ey Muhammad, sening hayoting bilan qasamki, ular albatta gumrohliklarida tengirqab yurishidi. Kun chiqar vaqtida ularga qattiq cho'qan yuzlandi. Biz u shaharni ostin-ustin qilib etdik. Ya'ni ko'mtirib etdik va ularning ustiga yomg'irdak sopol tosh yog'dirdik. Uningda, ya'ni ularga nozil bo'lgan azobda kuzatuvchilar uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor. U shahar Qurayishlar Shamga boradigan yo'l ustida haqiqatan helimi mavjud turmoqda. Buningda mo'minlar uchun haqiqatan ibrat bor. Ey kaliklar, shubhisizki zolim edi. Ya'ni kufrida haddidan oshqanlar edi. Shu ayibning payg'ambarligini inkor qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ular, ya'ni bu ikki shaharning har ikkilisi shubhisizki oshkor yo'l ustidadir. Ey Makka aholisi, ulardan ibrat olmamsizlar? Hijrliklar haqiqatan payg'ambarlarni inkor qildi. Ya'ni ularning Solih alayhisalomni inkor qilganligi boshqa payg'ambarlarni mo inkor qilganlikdir. Ularga mo'jizlarimizni keltirdik. Ya'ni toshdan tishi to'ga chiqarishdek qudratimizga dalolat qiladigan mo'jizlarni ularga ko'rsatdik. Ular bu mo'jizlardan yuz o'rdi. Ular azobdan amin bo'lgan holda tog'larni teshib, bu bizni Allohning azobidan saqlaydi deb o'y salatdi. Lekin qattiq cho'qan sahardalar ularni halok qildi. Ularning qilgan amgaklari o'zlariga asqatmadi. Ya'ni ularning sağan binalari ularni Allohning azobidan saqlab qololmadi. Biz osmonlarni, zaminni va ulardagi narsalarni faqat haq asosida yaratdik. Qiyomatning bo'lishi cho'qimdir. Ey Muhammad, nodonlar bilan tang bo'lmag'in. Ularga chiroyli muomalada bo'lg'in. Parvardigoring haqiqatan hammani yaratquchidir. Bandalarning ahvolini bilib turg'uchidir. Namazda takrorlanib turadigan 7 oyatni, ya'ni Sura Fatihani va Ulug' Qur'onni haqiqatan sana ato qildik. Ba'zi kofirlarning biz bahramand qilgan narsalariga ko'z solmag'in. Ularning iymon etmaganligidan qayg'urmag'in. Mo'minlarga kamtar bo'lg'in. Men haqiqatan sizlarni Allohning azobining nozil bo'lishidan oshkora ogohlantiruvchiman degin. Parchalatuvchilarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga Tavrat bilan Injilni nozil qilgandek, sana Sura Fatiha bilan Ulug' Qur'onni nozil qildik. Parvardigoringning nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. Sana buyurilganni, ya'ni Parvardigoringning amrini oshkora o'tirib qo'ygin. Mushriklarning masxaralariga parvo qilmag'in. Seni masxar qiluvchilarga biz cho'qim tetaymiz. Ular boshqa ma'budlarni Allohga sherik qiladi. Ular uzoq qolmay ishning oqibatini biladi. Biz ularning so'zlaridan yuragingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Parvardigoringga hamd va tasbih aytqin. Ham sajda qiluvchilardan bo'lg'in.
Sen özünge ölüm kelgenge, yani eclin yetkenge kadar Perverdigarınga ibadet qığın. Sure Nahil. Naydi şefqatlik ve mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Allah'ның fermani, yani kıyamet çokum kilidu. Onunğa aldırıp ketmanglar. Allah ula, yani müşriklarning şerik keltirgen neslirdin paktur ve yüksektir. Allah öz iradesi boyunca xalığın bendelerge periştelerni vahiy bilen nazlı kılıp mundaq deydi. İnsanlarni agahlandırыңlar ki, menden başka hiç ilah yoktur. Menden, yani azabımdan korkunglar. Allah osmanlarni ve ziminni haq yarattı. Allah ula, yani müşriklarning şerik keltirgen nerslerinden yüksektir. O insanni abi mənidin yarattı. Nagahan o Allah'a oşkarı husumet qığıcıdır. Allah çarı mallarni sizlerning menfaatlanishinglar üçün yarattı. Ularning yungi ve terisi bilen isinsizlar. Ularning nasli, süti, söngüki ve qığıdın paydalansizlar ve ularning go'shtlarini yeysizlar. Ularni keşte otlaqdan qo'ydirib kelgan ve etdiganda otlaqqa ilib chiqqan vaqtinglarda çarı mallar sizlarga zinnat bo'lib xushallik beg'ishlaydi. Ular yük taqılarını sizlar japa mushaqqat bilan aran yetib boralaydigan joylarga ko'tirib boradi. Sizlarning Parvardigoringlar sizlarga haqiqatan shafqatlidir ve mehribondir. Allah otni, xicirni ve ishakni minishinglar uchun ve zinnat uchun yaratdi. Allah yana sizlar bilmaydigan narsalarni yaratdi. To'g'ri yo'l ko'rsatishni Allah o'z ustiga olgan. Ba'zi yo'llar agri bo'ladi. Mubada Allah xolisi edi. Sizlarning hammanglarni albatta to'g'ri yo'lga solgan bo'ladi. Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uningdan ichsizlar ve şu yağmur arqılıq ösken dal-daraxtlar bilan çorvanglarni boqsizlar. Allah sizlarga şu yağmur bilan ziraatlarni o'stirib berdi. Zaytun, xurma, üzüm ve türlük meyvelerni o'stirib berdi. Cho'nqur fikr qiladigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. Allah sizlarga kechini, kunduzni, kunni oyni boysundurib berdi. Yulduzlarmı Allah'ның emri bilen boysundurulgandır. Şundan kavm üçün bununda nurgun deliller var. Allah yana yer yüzüde sizler üçün yaratgan rengarenk narsalarni sizlerge boysundurup berdi. Vez nasihat oladigan kavm üçün bununda elbette ibret var. Allah sizlerni denizning yeni göçleri, yani beliqlarini yesun, taqaydigan zinnat buyumları, yani uncha marjonlarni chiqarsin deb sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Allohning ne'matlarini talab qilishinglar va uningga shukr qilishinglar uchun Allohning bo'ysundirishi bilan yemak ichmaklar va yuk taqalar qochlangan kemilarning dengizda to'lqin yerib ketayotganligini ko'rsizlar. To'lqin yerib ketayotganligini ko'rsan. Ziminning sizlarni təvirtməsligi üçün Allah onunda tağlarını bərpa qıldı. Ziraatlarını, çarvı mallarını sug'urishinglar üçün eriq o'stanglarni, ezib qolmasliqinglar üçün yo'llarni paydo qildi. Yo'llarga belgilarni qildi. Ular kechisi quruqliqda va dengizlarda yulduzlar bilan yo'l topadi. Bütün kainatını yaratgan Allah bilen hiç nersini yaratmaydigan butla o'xshash bo'lamdi. O'ylamamsizlar. Agar Allohning sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini ilib bo'lolmaysizlar. Shubhisizki Allah sizlarning bu jihatdagi yetarсizlikinglarni albatta mag'firat qilguchidir. Bandalariga mehribondir. Allah sizlar yoshirgan ve oshkora qilganning hammasini bilib turadi. Ularning Allohni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butlari hech shayini yaratolmaydi. Balki ularning o'zlari yaratilgandir. Ya'ni insonlar tarafidan yasalgandir. Ular, ya'ni butlar tirik emas, o'likdir.
ular cho'qinuvchilarning qachon qayta tirildirilganligini uqmaydi. Sizlarning ibodat qilishga loyiq ilohinglar birdir. Oxiratga ishonmaydiganlarning dillari Allohning birligini inkor qiladi. Ular cho'ngchilik qilib, haqni qabul qilishdan bosh tortquchilardir. Allah ularning yo'chirganlarini va oshkor qilganlarini rost bilib turdi. Allah takabburlik qiluvchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Ularga, ya'ni mushriklarga Parvardigoringlar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular masxara qilib, qadimqilarning afsonalarini nozil qildi deyishidi. Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ldig'ini nima degan yomon? Ular, ya'ni Makka kofirlaridan ilgari o'tgan kofirlar o'z payg'ambarlariga hiyla-mikr ishiltib, Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Allah ularning hiyla-mikr binosini tal-to'kis gumron qildi. Ularning ustiga bu binoning o'g'isi o'rilib tushdi. Ularga o'zlari o'ylamagan yerdan azob keldi. Ondan keyin Allah ularni qiyomat kuni rasvo qildi. Ularga qoyib, mening sheriklarim qani qayerda? Sizlar ular to'g'risida payg'ambarlar bilan munozirlashatdinglar-ku, deydi. Ilm berilganlar. Ya'ni ularni iymonga da'vat qilgan payg'ambarlar va ulamolar. Bugun rasvolik va azob haqiqatan kofirlarga tegishlikdir, deydi. Ular kufrini inkor qilib, o'zlariga ziyon solgan sharoitda farishtalar ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysunganliklarini bildirib, biz hech qachon yomon ish qilmadik, deydi. Undaq emas. Alloh sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilguchidir. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Cho'ngchilik qilib, Allohga itoat qilishdan bosh tortquchilarning boradigan joyi nima degan yomon? Taqvodorlarga Parvardigoringlar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular yaxshi so'zlarni nozil qildi deyishidi. Yaxshi ish qiluvchilar bu dunyoda mukofotlanadi. Oxirat yurti ular uchun texmi yaxshidir. Taqvodorlarning yurti rostli nima degan go'zal? Ular ostidan o'stanglar eqib turadigan adni jannatlarga kirdi. U yerda ularning ko'ngli xohlagan narsalar tepiladi. Allah taqvodorlarni ana shundoq mukofotlaydi. Ular mushriklar va gunohlardan pok bo'lgan sharoitda farishtalar ularni qabzi ruh qiladi. Farishtalar ularga salom sizlarga, qilgan amalinglarning xosiyatidan jannatga kiringlar, deydi. Kofirlar faqat o'zlarining jinni erish uchun farishtalarning tushishini yoki Parvardigoringning amrining, ya'ni azobining tushishini kutadi. Ulardan burun o'tgan kofirlarmi ana shunday qilgan edi. Allah ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular qilmishlarining jazosini tortdi. Ularga masxir qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. Mushriklar, mubodo Allah xohlagan bo'lsa, biz va bizning ota-bobolarimiz Allohni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'lardik. Allah harom qilmagan, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani harom qilmagan bo'lardik, dedi. Ulardan ilgarikilarmi ana shunday qilgan edi. Payg'ambarlarning mas'uliyati faqat ro'shan tabliq qilishdan iborat. Hidoyat qilish bo'lsa Allohning ishidir. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdi. Ularning orasida Alloh hidoyat qilganlarmi bor, gumrohlikqa tegishlik bo'lganlarmi bor.
yer yüzüde seyri qilib yürüp, peygamberlerini inkar qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatdinglar. Sen ularning hidoyat tepishiga eris bo'lsangmi, Allah o'zi gumroh qilgan kishini hidoyat qilmaydi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday madadkor yo'q. Ular Allah o'likni tirildirmaydi deb qattiq qasam ichishdi. Undaq emas, ya'ni o'likni tirildirdi. Allah va'dasini cho'qim ishga oshirdi. Lekin insonlarning to'lisi Allohning qudratini bilmaydi. Shunlashqa o'lgandan keyin tirilishni inkor qiladi. Allah ular ixtilof qilishgan haq bilan nohaqni ularga ayirib berish va kofirlarga ularning yolg'onchiliklarini bildirib qo'yish uchun ularni qaytadan tirildirdi. Biz biror shayni vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vujudga kel deymizda, u vujudga keladi. Zulmga uchragandan keyin Alloh yo'lida hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rinlashtiramiz. Ular biladigan bo'lsa, ularga oxiratning savobi texmi cho'ngdir. Ular eg'irchiliklarga sabr qildi. Ular hamma ishda Parvardigorga tavakkul qiladi. Ya'ni yo'linadi. Sendan ilgari biz faqat erlarga vahiy nozil qilib, ularni payg'ambar qilib avatdik. Ey Quraysh jamoasi, buni bilmasanglar, ilm ahllari, ya'ni Tavrat va Injilni bilguvchilardan so'ranglar. Ularning o'zlarining rostligini ko'rsatib beradigan dalillar va muqaddas kitoblar bilan avatdik. Biz sana Qur'onni insonlarga tushirilgan shariatni bayon qilib bersin. Ular bu Qur'onni fikr qilib, uningdan vaz nasihat olsin deb nozil qildik. Hiyla mikr ishiltib, yomon ish qilganlar Allohning o'zini yerga yutkazib etishidan yoki o'zlariga o'ylamagan yerdan azob kelishidan qo'rqmamdi. Yoki o'zini safar ustidagi chaqlarida jazoga yo'liqtirishidan qo'rqmamdi. Bu chaqda ular qechib qutlanmaydi. Yoki Allohning o'zini qadamma-qadam jazolashidan qo'rqmamdi. Sizlarning Parvardigoringlar albatta marhamatlidir, mehribondir. Shunga sizlarni aldirab jazolamadi. Ular Alloh yaratgan shaylarning soyilarining bo'ysungan holda Allohga sajda qilish yuzidan o'ng so'lga mayli bo'lib turganligini ko'rmadimi? Osmonlardagi va zamindagi hayvonotlar, farishtalar Allohga sajda qiladi. Ular Allohga sajda qilishdan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ular o'z ustidagi Parvardigordan qo'rqadi. O'zlariga buyurilganini qiladi. Alloh ikki ilohga ibodat qilmanglar. U faqat birli ilohdir. Mendinli qo'rqinglar dedi. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohning mulkidir. İbadet hamisha Allohga xosdir. Allohdan bo'lak g'ayridan qo'rqamsizlar? Sizlar bahramand bo'layotgan ne'matlarning hammasini Alloh bergan. Sizlarga biror eg'irchilik yetsa, Allohga yolvorib duo qilsizlar. Alloh sizlardan eg'irchilikni ko'tarib etsa, oranglardan bir bo'lak odam darhol o'z Parvardigoriga sherik keltirdi. Ular o'zlariga bergan beshidagi eg'irchilikni ko'tarib etganligimizdan iborat ne'matimizga noshukrlik qiladi. Sizlar ajlinglar yetguncha dunyodan bahramand bo'linglar. İşinlarning oqibatini uzoq qolmay bilasizlar. Ular biz o'zlariga bergan mol-mulkdan bilimsiz butlarga nasiba qoldirdi. Ey mushriklar, Allohning nomi bilan qasamki, sizlar o'zinglar o'ydirib chiqargan narsanglar uchun cho'qim so'roqqa tortilasizlar. Ular Allohga qizlarni nisbat qiladi. Ular Allohga qizlarni nisbat berdi. Alloh bundaq bo'htondan pokdir. Ular o'zi orzu qilganlarini o'zlariga nisbat berdi. Ularning birasiga xotinning qiz tuqqanlik xush xabari yetkazilsa, chiroyi o'zgarib, g'azabnok bo'lib ketadi. Yetkazilgan yomon xabardan qo'rqib, o'z qavmiga ko'rinmay yushirinib oladi. Ondan u nomusga chidab, qizni saqlab qolamdi.
yoki uni to'pi ostiga tirik ko'mamdi. Shu haqda o'ylanadi. Ularning hukmi, ya'ni o'g'illarni o'zlariga nisbat berib, qizlarni Allohga nisbat berishi haqiqatan nima degan qabih? Oxiratga ishonmaydiganlar o'g'ilni yaxshi ko'rib, qizni yomon ko'rish, xotini o'g'il tug'sa xushal bo'lib, qiz tug'sa ochchig'i kelish, or nomusdan va kambag'allikdan qo'rqib, qizlarni tirik ko'mishga o'xshash yomon sifatlarga ega. Alloh bo'lsa eng oliy xislatlarga ega. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Agar Alloh insonlarni ularning zulmi tufaylidan chapsan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida qimirlab turadigan hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Lekin Alloh ularni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ularning halok bo'lish vaqti kelganda qilcha vaqtmi kechiktirilmaydi. Vaqti kelmasa qilcha vaqtmi ilgari surilmaydi. Ular o'zlari yomon ko'rdiganni Allohga mansub qiladi. Ular oqibatining yaxshi bo'lganligi bilan jo'ylaydi. Shubhisizki ular do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ular do'zaxda tashlanib qoluvchilardir. Ey Muhammad, Alloh nomi bilan qasamki, sendan ilgari o'tgan ummatlarga haqiqatan payg'ambarlar avatdi. Shayton ularning amallarini o'zlariga chiroyli ko'rsatdi. Shayton bugun ularning yordamchisidir. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, biz kitobni, ya'ni Qur'onni faqat sening kishilarga ular dinidagi datalash qilishgan narsalarni bayon qilib berishing uchun, iymon etadigan qavmga hidoyat va rahmat bo'lsin uchunla nozil qildik. Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirib, shuning bilan qog'jirab qolgan zaminda turli ziroatlarni undirdi. Buningda vaz nasihat anglaydigan qavm uchun albatta Allohning qudratining cho'ngligini ko'rsatadigan dalillar bor. Chahar paylarda sizlar uchun haqiqatan bir ibrat bor. Sizlarni chahar paylarning qorindagi mayoq tezakdan va qondan ayrilib chiqqan pokiz va tamlik sut bilan sug'urimiz. Sizlar uchun yana bundaq ibratmi borki, xurmadan, üzümdən şaraplar və pakiz yeməkliklər yasaysılar. Aqlni işlətadigan qavm üçün bununda haqiqatan Allahның birligini ko'rsatadigan dalil bor. Parvardigoring asal harsiga ilhom bilan bildirdi. Tog'larga, daraxtlarga va kishilarning asal harlari uchun yasagan uylarga uvu tuzgin. Ondan keyin turlik meyveler, ya'ni gül çiçeklerden yigin. Parvardigoringning yo'llariga itoatmanlik bilan kirgin. Uning, ya'ni hasal harsining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil ranglik ichimlik, ya'ni hasal chiqadi. Buningda Allohning qudratining cho'ngligini bildiradigan, Allohning qudratining cho'ngligini fikr qiladigan qavm uchun ibrat bor. Allah sizlarni yaratdi. Ondan ajlinglar yetganda sizlarni qabzi ruh qiladi. Oranglarda ömürning yomon, ya'ni eng qiyinlik bosqichiga ulishdiganlarmi bor. Ular hatto bir narsalarni bilgandan keyin hech narsani bilmas bo'lib qoladi. Ya'ni ilgari bildiganliklarini unutib, kuch-quvvati tugab, ahli kemayib kichik bolaga o'xshab qoladi. Allah haqiqatan maxluqotni boshqarishni bilguchidir. O'zi iroda qilgan narsani ishga oshirishga qodirdir. Allah sizlarning ba'zinglardan rizqda ustun qildi. Rizqda ustun qilganlar o'zlarining rizqini barobar bo'lish uchun qo'l ostidagi qullarga bermaydi. Ular Allohning ne'matini inkor qilishamdi. Allah sizlarning unsi ulpat ilishinglar uchun xotininglarni o'z tininglardan yaratdi. Öz tipinglardan yaratdi. Sizlar uchun ulardan o'g'illarni va navrilarni yaratdi. Sizlarga turli cherin narsalarni rizq qilib berdi. Ular botilga, ya'ni butlarga ishinib, Allohning ne'matiga kufrlik qilamdi. Ular Allohni qo'yib, o'zlariga osmonlardan hech qanday rizq tushirib va yerdan hech qanday rizq chiqarib
ya'ni osmondan yomg'ir yog'dirib va yerdan ziroat va daraxtlarni o'stirib berolmaydigan, shunda qilishga qudrati yetmaydigan butlarga cho'qinamdi. Sizlar Allohga misol keltirmanglar. Ya'ni Allohga butlarni o'xshatmanglar. Allohga sherik keltirmanglar. Allah haqiqatan hamma haqiqatni biladi. Sizlar Allohning buyukligini bilmaysizlar. Allah bundaq bir misol keltirdiki, Allah bundaq bir misol keltirdi. Hech qanday ishni o'z oldiga bir taraf qilolmaydigan bir qul. Biz obdan rizq, ya'ni mol-mulk ata qilgan va uni yo'shirun yoki oshkor yusunda sadiq qilib turgan hur erkin odam bilan o'xshashmi? Ya'ni hech narsaga ega bo'lmagan qulga o'xshaydigan, butlarni hammaga ega bo'lgan va koinotni xohlagancha tasarruf qiladigan Alloh bilan qandoqmi tanglashtirgili bo'lsin? Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Ular ya'ni kofirlarning to'lisi hamdu sanoga Allohningla loyiq ekanligini, butlarning hamdu sanoga va ibodatga loyiq emasligini uqmaydi. Allah yana mundaq misol keltirdi. Mundaq ikki odam bor bo'lib, ularning biri hech ish qilolmaydigan va egasiga yuk bo'lib qolgan bir gachidirki, egasi bu gachini mayli qoyaga avassun, u hech qanday foyda ep kelolmaydi. Yana bir bo'lsa, o'zi to'g'ri yo'lda mangan va kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan odamdir. Bu ikki odam o'xshashmi? Ya'ni bu gachi bilan o'zi to'g'ri yo'lda yurib turib, fasohatlik so'zlaydigan, o'zi Qur'on nuri bilan nurlangan odam bir-biriga o'xshamdi. Aqlli odamning ularni o'xshash o'ringa qo'ymaganidek, but va toshni hammani bilguchi qudratli Alloh bilan o'xshash o'ringa qo'yilib bo'lmaydi. Osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Qiyomatning qoyim bo'lishi ko'zni yumib oshquchilik, ko'zni yutib oshquchilik yoki uningdanmi tezdir. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Allah sizlarni onanglarning qorindan hech narsani bilmaydigan holtinglar bilan chiqadi. Allah sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z va yuraklarni ata qildi. Ular qushlarning havoda uchishga bo'ysundirilganligini ko'rmadimi? Ularni havodan tushib ketishdan faqat Alloh tutib turdi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Alloh sizlarga uyinglarni turalg'u joy qilib berdi. Sizlarga hayvonlarning terilaridan uylarni, chedirlarni qilib berdi. Sizlar ko'chgan kuninglardimi, turgan kuninglardimi uning yenikligini his qilasizlar. Sizlarga qo'ylarning yo'nlaridan, to'g'larning yo'nlaridan, o'shkilarning yo'nlaridan uy jihozlarini, ya'ni sizlar kiydigan va uyinglarni saramjonlashtiradigan ham ma'lum muddatgacha, o'lim kelguncha yoki ular ko'nirab tuguguncha foydalanadigan narsalarni qilib berdi. Alloh sizlarga o'zi yaratgan narsalar, ya'ni daraxtlar, tog'lar va binolardan kunning haroratidan saqlanadigan soylarni qilib berdi. Tog'lardan sizlarga g'or o'nkirga o'xshash turalg'u qiladigan joylarni qilib berdi. Sizlarga issiqdan va sovuqdan saqlanadigan kiyimlarni, urushda sizlarni ziyon zahmatdan saqlaydigan to'mir kiyimlarni tayyor qildi. Allah sizlarni itoat qilsin deb sizlarga ana shundoq mukammal ne'matlarni berdi. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'rsa, sana hech ziyni yo'q. Sening vazifang faqat ro'shan tabliğ qilishdir. Ular Allohning ne'matini tanıydı. Ondan Allohdan bo'lak g'ayriga ibodat qilish bilan u ne'matlarni inkor qiladi. Ularning to'lisi kofirdir. Ya'ni kofir petichi o'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida her ümmetin onunğa iman bilen yoki kufri bilen guvohlik berdigan bir shahid, ya'ni payg'ambar keltiramiz. Ondan kofirlarga
o'zra aytishga ruxsat qilinmaydi hamda ulardan Parvardigorini rozi qilish, ya'ni Parvardigorini rozi qiladigan amallarni qilish talab qilinmaydi. Zalimlar, ya'ni mushriklar azobni ko'rgan chaqda ulardan azob yengiltilmaydi va kechiktirilmaydi. Mushriklar dunyoda cho'qingan butlarni ko'rgan chaqda, "Ey Parvardigorimiz, bular bo'lsa bizning seni qo'yib ibodat qilgan butlarimizdir" deydi. Butları ularga javob berib, "Shubhisizki, sizlar haqiqatan yolg'onchisizlar" deydi. Shu kunda ular o'zlarining Allohga bosh ekkanligini bildirdi. Ammo ularning dunyodagi chog'larida butlar bizga shafaat qiladi degan yolg'on yovdaqlari yo'qqa chiqadi. Kofir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dindan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyoda azob qilamiz. Shu kunda biz har bir ummatga ularning ichidan ularga qarshi guvohlik beradigan bir shahid, ya'ni payg'ambar keltiramiz. Va shu kunda biz seni ularga, ya'ni ummatingga shahid qilib keltiramiz. Sana biz kitobni, ya'ni Qur'onni, hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidoyat, bandalarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xushxabar yetkazadigan qilib nozil qildi. Allah haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishga, jami xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabolarga sil rahim qilishga buyuruydi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Allah sizlarga pand nasihat qiladi. Sizlar ahda tuzishganlaringlarda Allah'ның ahdiga vafo qilinglar. Qasminglarni Allah'ның nomini tilga ilib, puxtalagandan keyin buzmanglar. Chunki sizlar Allah'ni guvoch qildinglar. Shubhisizki Allah qilmishinglarni bilib turadi. Sizlar pishiq egirgan yipni chuvib, poch-poch qilib atgan xotindek bo'lmanglar. Bir jamoa son va mol-mulk jihatda yana bir jamoadan ko'p bo'lganligi uchun qasminglarni oldamchilikning vositasi qilib olsizlar. Ya'ni o'zaro yordamlashish ustida bir jamoa bilan ittifoq tuzishgandan keyin soni, puli, meli ko'proq yana bir jamoani ko'ribla ilgirki jamoa bilan tuzishgan ahdini buzib, keyingi jamoa bilan ahdi tuzsizlar. Allah sizlarni haqiqatan buning, ya'ni va'daga vafo qilish amri bilan sinaydi. Sizlar dadalash qilishgan haq-nohaqni qiyomat kuni sizlarga cho'qim aniq ayirib berdi. Mubodo Allah xohlagan bo'lsa-edi, sizlarni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Lekin Allohning hikmati ularni o'z ixtiyoriga qo'yib o'tishni taqozo qildi. Allah xohlagan odamni gumroh qiladi. Xohlagan odamni hidoyat qiladi. Qiyomat kuni butun qilmishinglar ustida so'roq qilinsizlar. Qadiminglar islom dinida izchil bo'lgandan keyin teyilib ketmaslik uchun qasminglarni o'z oranglarda oldamchilikning vositasi qilib olmanglar. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanliginglar, ya'ni ahdiga vafo qilishdan yuz o'rganliginglar uchun azobni tetiysizlar. Sizlar oxiratda do'zaxda cho'ng azobga qolasizlar. Sizlar Allohning ahdini arzimas narsaga setvatmanglar. Sizlar Allohning ahdini arzimas narsaga setvatmanglar. Sizlar agar bilsanglar, Allohning dargohidagi savob sizlar uchun fani dunyoning narsalaridan ortiqdir. Ey insonlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allohning dargohidagi narsalar tugamasdir. Sabr qiluvchilarga albatta ularning qilgan amaldinmi yaxshiroq savob beramiz. Ayol mo'minlardan kimki yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta
dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib, obdan yaşıtımız. Ularga albatta qilgan amaldinmi yaxshiroq savob beramiz. Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tiligin. Shubhisizki mo'minlarning va Parvardigorga tavakkul qiluvchilar, ya'ni yo'languchilarning ustidan shayton hukmronlik qilolmaydi. Ya'ni Parvardigorga chin yo'langan mo'minlarga shaytonning vasvasasi ta'sir qilolmaydi. Shayton faqat o'zini do'st tutadiganlar va o'zining ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustidilla hukmronlik qiladi. Biz bir oyatni yana bir oyatning o'rniga almashtirganimizda, ya'ni bir hukmni bekor qilib, uning o'rniga boshqa bir hukmni tushirganimizda, Alloh o'zi nozil qilganni, ya'ni shu hukmda bandiga nima manfaat va hikmat borligini o'zi obdan biladi. Ular: "Ey Muhammad, sen Allohga yolg'on choplading" deydi. Undaq emas. Ularning to'lisi Allohning hikmatini uqmaydi. Aytqinki, Qur'onni Jibril mo'minlarning iymonini mustahkam qilish uchun musulmonlarga hidoyat va xushxabar qilib, Parvardigoring huzuridan rostchilik bilan nozil qildi. Ular, ya'ni mushriklarning uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga Qur'onni bir inson ta'lim berdi degan so'zni obdan bilamiz. Ular ko'rsatgan odamning tili arab tili emas. Bu Qur'on bo'lsa ro'shan arab tilidir. Shubhisizki Allohning oyatlariga, ya'ni Qur'onga ishonmaydiganlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Faqat Allohning oyatlariga ishonmaydiganlar Allohga yolg'on choplaydi. Muhammad alayhisalom yolg'onchi emas, dal ularning o'zi yolg'onchidir. Kimki Allohga iymon etgandan keyin iymondan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursimi, majburlash ostida og'izdila iymondan yonganligini bildirganlar buningdan mustasno. Kufri bilan ko'ngli ozodi bo'lsa, ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. Bu ya'ni azob ularning dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rganliklari va Allohning kofir qavmini hidoyat qilmaydiganligi uchundir. Ana shu kishilar Alloh tarafidan dillari, quloqlari va ko'zlari pechatlab etilgan kishilardir. Ana shular g'ofillardir. Ular rostla oxiratda ziyon tortquchilardir. Ondan ey Muhammad, ziyonkashlikka uchragandan keyin haqiqatan Madinaga hijrat qilgin. Ondan Allohning yo'lida jihad qilgan va jihadning mushaqqatlariga chidaganlarga Parvardigoring mag'firat qiladi. Shubhisizki Parvardigoring shuningdan, ya'ni ularning hijrat, jihad, sabr qilgandan keyin ularga albatta mag'firat qilguchidir, rahmat qilguchidir. Her odam o'zi bilan bo'lib ketadigan, har odamga qilgan amalining mukofoti to'liq beriladigan, ularga zulm qilinmaydigan kunni, ya'ni qiyomat kunini asligin. Alloh mundaq bir misolni keltirdi. Bir shahar, ya'ni Makka aholisi bo'lib, aslida tinch xotirjam edi. Uning rizqi taraf-tarafdan keng tasha kelib turadi. Uning aholisi Allohning ne'matlariga kufrlik qildi. Alloh ularga qilmishlari tufaylidan ochliqning va qo'rqinishning alamini tetitdi. Ularga o'z ichidan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalom keldi. Uni ular inkor qildi. Ularga azob, ya'ni qattiqchilik va uqubat yuzlandi. Ular gunohlarga cho'mganlik tufaylidan zolim edi. Allah sizlarga rizq qilib bergan halol, shirin yemakliklardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohning himmatiga shukr qilinglar. Allah sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqa go'shini, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi aytilib, bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki ixtiyorchi emas,
ilojsizlikdan, yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek miqdorda yesa, Alloh uni mag'firat qilguchidir. Uningga kuyinguchidir. Og'zinglarga kelgan yolg'onni so'zlash uchun hech qanday dalilsiz bu halol, bu harom demanglar. Chunki mundaqda Alloh nomidan yolg'onni o'ydirgan bo'lasizlar. Alloh nomidan yolg'onni o'ydiruvchilar haqiqatan dunyo va oxiratda maqsadiga erishamaydi. Ular dunyodan faqat ozg'ina bahramon bo'ladi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. İlgiri sana bayan qilgan narsalarni yolg'iz Yahudilarga harom qildik. Buning bilan biz ularga zulm qilmadik. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Shubhisizki bilmasdan yomon ishlarni qilgandan keyin tavba qilgan va amalni tuzatganlarga Parvardigoring albatta mag'firat qiluvchidir. Marhamat qiluvchidir. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlarni özləşdirgücü peşiva. Allahqa itaatmən, batıl dillardan haq dinğa buralğucu, yani haq dinğa itiqad qılğucu idi. O, Allahqa şerik keltirgücülərdən əməs idi. İbrahim Allah'ın nimetlerine şükür qılğucu idi. Allah onu peyğəmbərlik taladı və onu doğru yolğa başladı. Onunğa dünyada yaxşılıq ata qıldıq. Şək şübhəsizki, ahirətdə o yaxşılar qatarda boladı. Ondan sana, batıl dillardan haq dinğa buralğucu, yani haq dinğa itaat qılğucu İbrahimның diniga əgəşkin. İbrahim müşriklardan əməs idi, deb vəhiy qıldı. Şənbə günü üstüdə ixtilaf qılğucular üçünla onu uluqlaş belgilendi. Yani şənbə gününü uluqlaş və bu gündə işləməslik İbrahimның şəriətində yox idi. Yahudilar Allah'ın əmriga asilik qilib, dinda ixtilaf qilishqanlıqları səbəbidən ularga ağırçılıq tug'dirish uchun shundaq belgilamani chiqardi. Shubhisizki Parvardigoring qiyomat kuni ular ixtilaf qilishgan haq-nohaq ustida cho'qim hukm chiqardi. Parvardigoringning yo'liga, ya'ni islom diniga hikmetlik uslubda yaxshi vaz nasihat bilan da'vat qilgin. Ular, ya'ni muxolifatchilik qiluvchilar bilan chiroyli ravishda munozirlashgin. Parvardigoring haqiqatan uning yo'ldan ozganlarni obdan biladi. Hidoyat topquchlarni obdan biladi. Agar o'zinglarga yetgan ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zinglarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom elinglar. Ya'ni oshirib etmanglar. Agar sabr qilsanglar, ya'ni intiqom olmay kechirsanglar, bu sabr qiluvchilar, ya'ni kechirguvchilar uchun albatta yaxshidir. Ey Muhammad, Allah'ın yo'lida sana yetgan arziyatlarga sabr qilgin. Savrang faqat Allah'ın yordami bilanla qo'lga keladi. Ularning iman etmaganligiga qayg'urmagin. Ularning hilm mekrisidan yurking siqilmasin. Allah haqiqatan taqvodorlik qiluvchilar va yaxshi ish qiluvchilar bilan billadir.